Oyligini qanday to'g'ri taqsimlash kerak? Keling, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik oyligim katta va mukammal deb o'ylaydi va oy oxiriga kelib, cho'ntagida bir tiyin qolmaganini ko'radi. Buni sababi o'z shaxsiy moliyasini noto'g'ri rejalashtirganidadir. Keling, bugun sizlarga oylikni 50-30-20 qoidasi bo'yicha to'g'ri taqsimlashni o'rgataman. Birinchisi, daromadingizni 50%ni zaruriy ehtiyojlarga ishlating. Masalan, kommunal to'lovlari, oziq-ovqat va shunga o'xshagan zaruriy xarajatlarga. Ikkinchi navbatda esa qolgan 30%ni favqulodda zaxira, ta'lim yoki investitsiya jamg'armalariga ajrating. Keling, buni bir misol bilan ko'rib chiqamiz. Aytaylik, oyligingiz 4 million so'm. Shunda uni 2 million so'mi zaruriy xarajatlarga ketsa, 1 million 200 ming so'mi favqulodda holatlarga, ta'limga yo'naltirasiz. Qolgan 800 ming so'mni esa aynan o'zingiz uchun to'laysiz. Ya'ni o'zingizga investitsiya kiritasiz. Albatta buni sinab ko'ring. Agar bu usul sizga manfaatli bo'lsa, bundan juda xursand bo'laman.